Salom alaykum, mana akalarim, ukalarim, bratlarim, singillarim, opalarim, singillarim, opalarim, pashol naxu, bu yerda faqat mujiklar, jotam, bratlar, ukalar. Zo'rmisizlar? Sog'-salomat yuribsizlarmi? Ishlar bo'lyaptimi? Mana ko'rib turganlaringdek, kallasiga xo'tag'im bu YouTube'da menga Tinivoy ban berdi. Ban emas bu YouTube YouTube'im yo'q bo'lib ketgani yo'q, bu Tinivoy ban deyiladi. Tinivoy ban TikTokda bor, Instagramda bor, YouTube'da bor. YouTube'da kiga qanday tushadi? Ikkita strike kelsa, YouTube'da avtomatik Tinivoy banga tushadi. Tinivoy ban nima degani bu? Sizlardan YouTube podozrение qiladi. Masalan, YouTube sizlarga chota bu bolalar nito deydi, mana shunaqa podozrение qiladi. Bu degani sizlar stream qilganlaringda streamda где-то bir 70% auditoriyalaringga ko'rinmaydi, plus soобщение kelmaydi, и plus YouTube'ga kirganlaringda reykda chiqmaydi. Mana shunaqa bug bo'lib qolgandi meni kanalim. Buni to'g'riladim, hammasi chotki. O'sha bo'lmayotgan oxiri o'zim asta yo bo'ldi. Men joyda streamni tugataman, bo'ldi. Stream tugataman emas, bu kanalda o'sha foyda yo'q ekan. Bu kanalda men stream qilmayman dedim. Mana shu kuni shunday hamma narsaga taqdirga tan berdim. O'sha ertasi kuni yangi kanal ochaman deb turganimda hamma menga o'zi aslan yangi kanal oching. O'sha yangi kanal ochaman deb turgan vaqtim, ana shu vaqtda menga Oyberayin Berdiyev telefon qildi. Aslan, "Ho'tsam, menga YouTube'ingizda login parolni bering, Google'ingiz" dedi. Google'imga kirdi, o'sha pochtamga kirdi. Nimadirlar qildi, keyin menga gala qo'ydi. "Aslan, ukam stream qilavering." Keyin men, "Yo'q, Oybek aka, nimaga?" dedim. Hozir o'zingiz aytdingiz-ku, yana bitta avtorskiy yoki nima dedi? Qanaqadir narusheniya bo'lsa, streamingda ruscha yoki inglizchada suqarsang, ban olasiz degandingiz-ku, kanal yo'qolib ketadi degandingiz-ku, desam, siz qilib ko'ring endi. Men hozir mana bu yerda soобщение o'qidim. Kanalingiz bandan chiqqan deb chiqyapti mana yerda. Shuning uchun qilib ko'ring endi. O'sha kuni shunday stream yondirdim. 2 minutmi stream qildim. Kanalimga kirib ko'rsalaring bo'ladi. O'sha yerda shunday stream yondirdim. 1 minut ichida 900 odam kirdi, soобщение keldi bolalarga, reykda chiqdi. Qarabmanki YouTube kanalim blokdan chiqibdi. Zaddirishga qancha? Zaddirishga vaqti yo'q, ukam tushimi? Zaddirishga vaqti yo'q. Aypajor aslan unaqa bo'lma. Xudo turibdi tepamda agar hayp qilgan bo'lsam, Xudo turibdi tepamda agar men bir marta hayp qilgan bo'lsam, mana shu narsani deb. Bir marta ham hayp qilganim yo'qman. Ikkita strike kelgan kanalimga. Qanaqa hayp? Aslan aka chust kurs boring. Chustimni hozir ko'rsaman. Если что bolalar, yangi telefon olganman, 14 Pro. Mana 14 Pro olganman. This is world. You shine sword. Bu qo'tib tushyapti bu dalba yo'q telefon. Men hozir tushunmayapman taktikasiga nima qo'tayotganini. Zubas. Qanaqa zubas